1200 ga oka tikkalik qiladi bu. Oka menga shu ikkita juvani yetadi. Mana shu ikkita juvani tanladim. Ikkitasi ham nar chiqadi mana. Inshaalloh. Shu narlarni tanladim. Necha pul beraman oka? Necha pul? Yo'lda qilib aytay, men boqaman, foydalanmayman buni. Sotmaymiz, zotga oldim. Mana shu katta modan bolasi deganingiz uchun oldim. Necha pul beraman? 1200 ga oka tikkalik qiladi bu. Oka bitta so'rayman. 900 beraman. Yo'lda so'radim o'zi. 900 ga bering. Yo, endi nar chiqadi-da, o'shani hisobiga narsa qilibdim ha. Moda chiqqanda ekan olaverdim 1,5 ming 2 minggacha. Bering 900 ga. Bering. Oka bitta so'rayman, boshqa so'ramayman. 1000 ga bo'lsa oldim. Yo'qsa ketayraman oka. Nar chiqishligi uchun o'libman-da, moda chiqqanda 2000 dollar beraverdim. Moda chiqqanda qolardi shu yerda. Bo'ladim 1000 dollarga. Bo'lmasa ketayraman. Hurmatli obunachilar, 1000 dollarga oldi. Inshaalloh. Oqko'z. Katta modalarni bo'lsa, 3100 dollarga olganmidingiz? Ha, onasini 3100 ga olingan kaptari bo'lsa, inshaalloh ikkitasi ham nar chiqadi. Nar chiqishligi uchun bizga ikkita nar kerak edi, o'sha narlarni tanlab oldik. Ikkitasi ham to'lovda ekan. Alloh barakotli qilsin, o'qigan hurmatdalar.